Bu hujjatda hammaning eng maxfiy ma'lumotlarigacha bor. Bu dosya U seni baronligingni ta'minlaydi. Kim nima qiladi, kimni qanday ojiz tomoni bor, qaysi ishbilarmon, qaysi san'atkor bilan birga, qaysi amaldorning orqasida qaysi siyosatchi bor, kim qancha va nima ishlatadi, kim otga qiziqadi, kim antik buyumlar to'playdi, kim ikki jinsda, kim eshitgan kimning esa noqonuniy bolasi bor. Bu hujjat necha milliard dollar turadi? Bahosi yo'q. Bu odamlar bilan bir tilda gaplashishim uchun hech narsa qilmasdan faqat yurishim kerak. Bu menga to'g'ri kelmaydi. Vaqt ketadi.